Assalomu alaykum. Shu uzilgan eshikni nima qilsa bo'ladi deb ko'pchilik savol beradi. Albatta davosi bor. Kuzattirsalar buqalamagan qilamiz. Bu apparat mana shunday ish kelganda sizlarga katta yordamchi bo'ladi. Sizga shunaqa apparat kerak bo'ladi, spesialli cho'zilganda qaytaradigan. Buni ko'pchilik o'zini zavodga ko'mir bo'laklarni ishlatadi. Bu tez kuydirib qo'ya kirasigan, undan effekti yaxshirog'i bronza bo'ladi. Hozir qanday ishlashini ko'rsatib beraman. Apparatda plus minus bo'ladi albatta. Bittasini eshikka olamiz. Bittasini mana shu orqa tomoniga cho'ziladi. Yaxshilab qizdirib olganimizdan keyin lattani qo'llab olib, muzdek qilib bitta qizdirib sovutib olamiz, mana parchiqga. Fizika qonuni deydi. Temirda yaxshilab qizdirib turib, bitta sovutsa bir-biriga zichlashadi. Effektini ko'rishni mumkin. Umuman baqir-baqir bo'lmaydi. Kimga shunday foydali ma'lumotlar kerak bo'lsa, bizni akkauntimizga podpiska bosib qo'yinglar. Bunday qiziqlar har oldinda.